Noinsofman. Kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshirdim? 20 ta hokim jazolanadi. Ertaga svet o'chganda qishda Mirziyoyev deydi amma. Prezident Shavkat Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga bandlik masalalarida jiddiy kamchilik va ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'yayotgan 20 nafar tuman hokimiga nisbatan chora ko'rishni topshirdi. Ma'lumki, bunda dastlab hayfsan beriladi. Agarda hokimlarning ish tutumi o'zgarmasa, ularni lavozimdan ozod etish masalasi ham qo'yiladi. Bu jazoga tortilgan 20 nafar tuman hokimi quyidagilar: Toshkent viloyatidan Yangiyo'l, Parkent, Toshkent tuman hokimlari, Namangan viloyatidan Koson, Davlatobod, Chortoq tuman hokimlari, Toshkent shahridan Yashnobod va Uchtepa tuman hokimlari, Buxoro viloyatidan Buxoro, G'ijduvon, Kogon tuman hokimlari, Surxondaryo viloyatidan Qiziriq va Qumqo'rg'on tuman hokimlari, Navoiy viloyatidan Xatirchi tuman hokimi, Samarqanddan Nurobod tuman hokimi, Sirdaryodan Guliston tuman hokimi, Farg'onadan O'zbekiston tumani hokimi, Qashqadaryodan Yakkabog' tuman hokimi. Ushbu ro'yxatni siz Ishonch.uz saytidan ko'rishingiz mumkin.